Agar qaysi bir bandani, qaysi bir mu'minni 3 qizi bo'lsa-yu, ularni haloldan boqib, yedirib, keyin tengi chiqqan joyga berib, amonatini ado qiladigan bo'lsa, ha, otani amonati mana shu joygacha. Kuyovga berishligi bilan ota, dada o'zini amonatini ado qilgan bo'lar ekan. Tengi chiqqan joyga berib amonatini ado qilsa, falahul janna. U uchun jannat bordir dedilar. 3 ta qizga bashorat berdi. 3 ta qizga. Sahobalarning oralaridan birlari turdilarda, "Ya Rasululloh, agar birini 2 ta qiz bo'lsa-chi? 2 ta qizga ham jannat bormi?" degan ma'noda so'radilar. Rasululloh falahul janna. Unga ham jannat dedilar. Va nihoyat birlari turdilar. Demak, o'sha so'raguvchini bittagina qizi bor-da. So'radilar-ki, "Ya Rasululloh, birini bitta qizi bo'lsa-chi?" Kimdi bitta qizi bor? Voy, men ham bitta qizim bor, alhamdulillah. Yana ko'paysin. Bitta qizga ham ana u kishiga qarata Rasululloh falahul janna. Unga ham jannat. Alloh. Bu Rasulullohning bashoratlari. Bitta qizi bo'lganlar ham quvoning. Bugun quvonchdan ana do'ppingizni otib sevining. Nimaga? Sizning uyingizda jannatingiz bor ekan. Sizning uyingizda jannatingiz bor ekan. Hatto mana otaxonlar o'tiribdi. Nabira qizlaringizni bo'lsa ham suyib, erkalab quvoning. Ayting bundan keyin bag'ringizga olib, Allohim menga bergan jannating deb hamdlar ayting Robbingizga. Har ko'rganingizda marhabo deb quchib, Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sunnatlari Fatima onamiz kabi qizlarni har ko'rganlarida peshonalarini suyib qo'yardilar. Suyib erkalab, bugun u qizlarni endi ardoqlang. Chunki sizni jannatga kirishligingizga nima bo'lar ekan? Sababchi bo'lar ekan. Sababchi bo'lar ekan. Shuni bilaylik.